Bu videoda shoshib o'tkazayotganingiz singari sirat ko'priklardan shoshib o'tib keting. Do'stim, sizning zurriyotingizdan Baytullohning bo'lajak imomlari chiqsin, hofizi Qur'onlar chiqsin. Do'stim, aynan mana shu videoda ko'ryapsizmi? Demak, bir sabab bor. Alloh suygan inson ekansiz. Qarang, siz Allohning baytiga qalbingiz ila oshiqmisiz? Hozir mana siz uchun reklama qilamiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdansiz aka? O'zbekiston, Surxondaryodan. Pasportingiz qanaqa aka? O'zbekiston, Surxondaryo, O'zbekistonlik. O'zbekiston. Qip-qizil pasport. Qip-qizil pasport. O'zbekistonda Zagram pasporti. Rossiyaning qayerdan keldingiz aka? Ryazan shahridan keldim. Ryazandan. Kim bilan keldingiz? Oilam bilan keldim. Oilam bilan keldingiz. Oilangiz bilan kamchiliklar bo'lmayapti aka? Biz o'ylagandan ham ziyoda ekan. Qarang, kelsa bo'lar ekanmi? Ha, O'zbekiston judayam. pasporti bo'lib, Rossiyadan kelsa bo'lar ekanmi? Kelsa bo'ladigan, juda ham qulay, oson. Hamma sharoitlar yaxshi. Hayajon to'la yurak. Ha, xullas bu yerda bunday turib olib, hali gapiryapmiz-ku, gapirish bunday sizlarda hozir ekranda qaysib turib shunchaki oddiy gapirib qo'yadi deb o'ylaysizlar, lekin bu yerda oson emas. U gaplarni gapirish. Ha, bosim bor bu yerda qandaydir. Shunaqangi bosim bor. Menman degan blogerlar ham kelib bu yerda gapira olmay qoladi. Sababi bu yerda o'ziga yarasha bosimi bor, o'ziga yarasha haybati bor. Biz shunaqa joylarda turibmiz. Va Alloh xayringizni bergin. Qaysi davlat fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar Rossiyadan turib Allohning baytiga kelsangiz bo'ladi. Bir oylik jamlagan mablag'ingizga kelib mana ibodatlarni qilsangiz bo'ladi. Yo, noto'g'ri gapiryapmanmi aka? To'g'ri gapiryapmanmi? Qarang, agar qiziq bo'lsa, ko'rinayotgan nomerlarga WhatsApp, Telegram tarmoqlari orqali murojaat qiling. Sizlarni Allohning baytiga taklif qilamiz. 21-iyundagi unikal paketimiz sizlarni kutmoqda. Jannatiy birodarim, telefon qilmasdan shunday WhatsAppdan yoki Telegramdan yozsangiz, sizga yana ham tez javob beramiz. Sog' bo'lasizlar.